O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim 75 yoshda. Shoir, dramaturg va nosir Usmon Azim 1950-yil 13 avgustda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. Yulduzlarni o'chirmoqda gulgun shafaq tong titraydi, kech kuzakning quchog'ida she'r yozilar. Ilhom senga bo'lsin sharaf, jonim qalbim shariatning pichog'ida. Hali butun ro'y jahon she'r bo'lajak, faqat bekor bilib aram quchog'ini, bu dunyoni sirga ko'mib yashash kerak. Qalbga sanchib shariatning pichog'ini. Bugun Surxon vohasida yurtimiz ma'naviy hayotidagi muhim ahamiyatga ega tadbir. O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim tavalludining 75 yillik yubileyi nishonlanmoqda. Shoir Usmon Azim yurtimizning ardoqli farzandi, milliy adabiyotimiz rivojiga beqiyos hissa qo'shayotgan zabardast ijodkor sifatida barchamiz uchun qadrlidir. Bir umr Boysun degan, bir umr Surxon, bir umr vatan deb kuylagan eng rostgo'y shoirlarimiz Usmon aka sog' bo'linglar.